Prezidentimizning shu yil 28-yanvardagi farmatsevtika tarmog'ini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonida farmatsevtika korxonalari va shu yo'nalishdagi muassasalar tomonidan xorijdan olib kelinadigan laboratoriya jihozlari, uskunalar, material va xomashyolarni bojxona bojlaridan ozod qilish muddati 2028-yil 1-yanvargacha uzaytirilishi belgilangan. Hozirgi kunda ushbu me'yor keng qo'llanilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan sohaga qaratilayotgan e'tibor natijasida keyingi 7 yilda farmatsevtika tarmog'ida ishlab chiqarish hajmi 2 karra, eksport hajmi esa 11 barobar oshdi. Shu davrda sohaga 750 million dollar investitsiya o'zlashtirilib, soha korxonalari soni 3 barobarga ortdi. E'tibor bering, bugungi kunda yurtimizda 3,5 ming turdagi dori vositalari va tibbiy buyumlar ishlab chiqarilmoqda. Prezidentimizning shu yil 28-yanvardagi farmatsevtika tarmog'ini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida soha taraqiyotiga qaratilgan yana ko'plab ustuvor vazifalar belgilangan. Ayniqsa farmatsevtika yo'nalishidagi ishlab chiqaruvchi hamda ulgurji savdo bilan shug'ullanuvchi korxonalar, shuningdek ixtisoslashgan ilmiy tadqiqot institutlari va oliy ta'lim muassasalari tomonidan chetdan olib kelinadigan laboratoriya uskunalari, xomashyo va materiallar, tibbiyot buyumlari hamda qadoqlash materiallarini bojxona bojlaridan ozod qilish muddati 2028-yil 1-yanvarga qadar uzaytirilishi davlat rahbarining soha xodimlariga yana bir ulkan g'amxo'rligi bo'ldi. Bu yaratilgan imtiyozlar birgina bizning korxonamiz misolini olib qaraydigan bo'lsak, korxonamiz tomonidan qilingan yillik import hajmi 10 million AQSh dollarini tashkil qilib, bu imtiyoz asosida biz yiliga o'rtacha 1 million AQSh dollari miqdorida mablag' tejab qolamiz va o'z navbatida shu tejab qolingan mablag' hisobidan korxonada yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish va yangi ishlab chiqarish liniyalarini barpo etish imkoniyati yaratiladi. Va bu o'z navbatida korxonada yangi ish o'rinlarining ochilishi, yangi import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarilishi va yanada farmatsevtika mahsulotlarini eksport qilish hajmini oshirilishi, qisqa qilib aytganda farmatsevtika sohasini rivojlanishiga, qolaversa mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlanishiga asosiy sabab bo'ladi. 190 xilga yaqin assortimentimiz bor, mahsulot turlari bor. Shularning ichida dori vositasi, bat vositalari, kosmetika mahsulotlari ishlab chiqariladi. Korxona o'tgan yil 750 ming, 800 ming AQSh dollari atrofida import mahsuloti amalga oshirilgan. Bu xomashyo imtiyoz bo'lgani uchun biz mahsulotlarni olib kirib, tan narxini ushlab turib sotyapmiz. Bu o'sha prezidentimizni bizga qaratayotgan, farmatsevtika sohasiga qaratayotgan e'tiborlari, shu ishlab chiqarishga qaratayotgan e'tiborlari katta rol o'ynaydi. Bu bizga katta yutuq hisoblanadi. Bu kelajakda xudo xolasa maksimalni harakat qilib ishchi o'rinni 250-300 ga yaqin qilish niyatimiz bor, xudo xolasa. 2025-yil 1-yanvargacha farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan xomashyo, uskunalar, butlovchi qismlarni olib kirilishda davlat bojidan ozod qilish imtiyozi mavjud edi. 2025-yil 28-yanvardagi 13-sonli farmonga ko'ra tadbirkorlarni yanada qo'llab-quvvatlash, sohani rivojlantirish, investitsion muhitni oshirish maqsadida ushbu imtiyoz muddatini 2028-yil 1-yanvargacha cho'zib berildi. Ushbu imtiyoz bilan tadbirkorlarimizni farmatsevtika sohasidagi yangi investitsiya loyihalari, yangi dori vositalarini ishlab chiqish uchun olib kiriladigan, shu bilan birga dori vositalarini va tibbiy buyumlarni ishlab chiqarishda ishlatiladigan xomashyolar, uskunalar, butlovchi qismlarni barchasini davlat bojidan ozod qilgan holatda olib kirishga ruxsat beriladi. Bugungi kungacha 18 taga yaqin tadbirkorlarimizni 2 milliardga yaqin bo'lgan miqdordagi bojlardan ozod qilgan holatda mahsulotlarni olib kirishga imtiyozdan foydalanishgan. Albatta, farmasanoat mamlakatimiz iqtisodiyotidagi jadal rivojlanayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Ularning bunday qo'llab-quvvatlanishi esa nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy soha taraqqiyotiga ham xizmat qilishi muqarrar.